Idishlar bormi? Ha, bor. 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 Ha? Nechta bor? Har bitta xonada ikkitadan, bittadan. Ko'p. Hamma sinfda bittadan, keyin ko'chada ham bor. Bor bo'lsa ham bizda faqat ularni musorga tashlashadi. Mana shu qo'llazdek baklashkalarni, paketlarni qayerga tashlaysizlar? Ko'chada yurganimizda ko'chada chiqindilar bor, o'shalarga tashlaymiz. Sinfda yeganimizda o'zini chiqindisiga tashlaymiz. Urnaga. Chiqindi musorga tashlaymiz. O'sha axlat qo'yadigan joyga. Albatta chiqindiga. Musorga tashlaymi? Ularni yoki uyga borgandan keyin musorga tashlayman, yoki maktabda o'zim chiqindixonasiga tashlayman. Hozir esa vaqt bo'lmaganicha polkonga qo'yib qo'ydim, lekin tashlashim mumkin, lekin tashlamadim, chunki tabiat iflos bo'lardi. Sinflaringizda shu partani tagiga tashlab ketadigan bolalar ham bormi? 3-sinflar. Ha, bir xilla bor. Ko'p. Ularga nima deysiz? Urnaga tashlayman. Men ko'pincha ularga partandagi muz tiqmasligini so'rardim, chunki u yerda boshqa bolalar ham o'tirishi mumkin va ularga bu odat yoqmasligi mumkin. Ular ustoz urishadilar, biz indamaymiz. Tashlamaslikni maslahat beraman. Endi bu unaqa narsalar habislikda o'tiradi. Musor tashlamasligini aytardim, chunki onasidan ham katta odamlar tozalaydi u yerni. Oldingizda ketayotgan odam tashlab ketdi chiqindi. Nima degan bo'lardingizlar? Tashlamayman deyman. Bilmasam, nima qilardim? Gapira olmasam kerak. Hurmat qilib, yoshi katta bo'lsa musoringizni bu yoqqa tashlamayman derdim. Kerakli chiqindi joyiga tashla. Yoki o'zimiz olib gapirmasdan o'zimiz tashlab ketamiz. Uyingizda ota-onangiz chiqindini to'g'ri tashlash bo'yicha, qayerga tashlash bo'yicha tushuntirishganmi? 1-sinfdan 4-sinfgacha buvim katta qilganlar, shunga buvim menga o'rgatganlar. Ko'chaga tashlamalarni dedi. Faqat musorga tashlaring dedi. Musorga. Hamma yoqqa chiqindini tashlab ketma, musorga tashla deyishadi. Menga odam aytadilar, musorni ko'chaga tashlama, o'zingga zarar bo'ladi dedilar. Menga chiqindi qutiga tashla deydi. Oldindagi chiroyli, ozod emas. Buning sababi odamlarning ko'chaga chiqindilarni, suvlarga chiqindilarni tashlashi oqibatida bo'lyapti.